Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Timur Azamov $100 $10,000gacha razgonni ikkinchi kuni 30 kunda $10,000ga olib chiqaman deganman. Reja bo'yicha bugun $20 foyda qilishimiz kerak. $30ga bitta ochsam $25 foyda bo'ladi ekan va reja oshig'i bilan bajariladi. Bugun bir reja. Tak, GPA valutning parasida bu joyda telega bitta ochamiz, trend bo'ylab va bu yerda indikator kupitika signal bergan. Mana shunga tayangan holda bitta ochdim. Va endi bitta kutamiz. 10 kun ancha oson o'tadi. Bir dona, ikki dona bitim bilan kunlik rejani bemalol oshig'i bilan bajarsak bo'ladi. Deb bitimni kutaylik. Bitim faoliyati yopildi. Biz kunlik rejani oshig'i bilan bajardik. Endi ertagidan 3-kun, 4-kun davom ettiramiz. Boya aytganimdek 10 kun yoki 15 kun ancha oson o'tadi. Risk kam bo'ladi. Bir dona, ikki dona bitim bilan bemalol rejalarimizni kunlik rejalarda bajarsak bo'ladi. O'sha undan keyin ancha qiyinlashib ketadi. Endi maqsad qo'yganlar, xudo xohlasa maqsadimga erishib $100 bir oy ichida shoshilmasdan stabilni qilib $10,000ga olib chiqaman. Eng muhimi bu yerda biz haqiqiy forex valyutalarda ishlashimiz kerak. Hech qanday OTC'ni aralashtirmaslik kerak. OTC'da bitta zarba berilsizlar, bo'ldi tamom. Butun boshli balanslarni yo'qotasizlar. Shuning uchun ishlamoqchi bo'lsanglar ham faqatgina haqiqiy valyutalarda ishlanglar. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. U yerda bepulga darsliklar, signallar, indikator nastroykalarni tashlab boraman. Zaявка tashlab qo'ysanglar, men sizlarni qabul qilib qo'yaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.